Duniyaning eng uzoq hukmronlik qilgan qirolichasi kim? Elizabet. To'g'ri. Bilaga. Yaxshi. Vulqonlar eng ko'p bo'lgan davlat qaysi? Indoneziya. To'g'ri. Bilaga. O'zanni topib tashlama. Inson tanasida nechta suyak bor? 206. 206 ta, to'g'ri. Bilaga. Qaysi qon guruhi universal donor hisoblanadi? 5-qon guruh. O'zi katta qon guruhi. 4 minus. 4 minus. 4 minus. 4 plus. Yo'q. 1 plus. Birinchi qon guruhi. Ha, bo'ldi, bilaga. Siz ham ko'taringchi. Dengizda yashovchi eng katta hayvon qaysi? Kit. Qanaqa Ko'k kit? kit. To'g'ri. Bilaga. Yashamaylar ekan-da, aka. Tavr ko'prigi London shahrini kesib o'tuvchi qaysi daryo ustiga qurilgan? Temza. To'g'ri. Bilaga. Tekislikda yotgan ixtiyoriy A va B nuqtalaridan nechta to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin? Bitta. Bitta, to'g'ri. Ozodlik haykalining og'irligi necha tonnani tashkil etadi? 113 ming tonna. 113 tonna, to'g'ri. Bilaga. 113 ming. 13 Ming tonna. Bo'ldi, shuni to'g'ri, kimni javobi to'g'riligini kommentga yozib yuborishadi. 113 tonnami, 113 ming tonnami?